uyquni ichida to'sib qo'ymanglar demoqchiman doim. Xo'p? Har qanday bolani ham uxlayotgan paytda to'saversangiz, uxlayotgan paytda to'saversangiz, uyquning ichida sevib olishga o'rganib qoladi. Aksincha, uyquda sevib qo'yishga o'zimiz o'rgatib qo'yamiz. Axlat tutolmaslikda 100 tadan 70 ta holatda yo chala tug'ilgan bo'ladi, yo egizak tug'ilgan bo'ladi, yo orqa bilan tug'ilgan bo'ladi bola. Ana shu paytdagi narsalar kelajakda asoratlarda bular hammasi. Kattaroq muammo axlat chiqib qolishi. O'sha narsa pasaygan bo'lsa, demak oldiga siljuradi, yaxshi bo'ladi. CD chiqarish va defekatsiya deymiz. Axlat chiqarish jarayoni normal fiziologik holatda o'z ixtiyori bilan bo'lishi kerak. 5 yoshgacha ixtiyorsiz bo'lishi mumkin. 5 yoshdan keyin ham CD qo'yiladigan bo'lsa, uni kasallik qatoriga, ya'ni enurez deymiz. Enurezga sabablar bo'lishi mumkin. Neyrogen qo'g'ir sindromi deymiz. CD qopini juda ham sezuvchanlik oshib ketishi. Ozgina CD bo'lsa ham chiqaveradi. Bu narsa shamollaganda ham shunaqa bo'lib qoladi. Chaqmaga yopib deydi, oz-oz sevaveradi. Bu demak infeksion omil. Keyingisi rivojlanishdagi patologik anomaliyalar deymiz. Mana belda spina bifidus deymiz. O'sha renginda, MSKda chiqadi. Yaxshi rivojlanmaslik, bel umurtqasini rivojlanish nuqsonida ham xuddi shunaqa nerv bilan ta'minot yaxshi bo'lmasligi natijasida orqada va oldida sfinkter bo'ladi. Qisib turish kerak. Shu narsa to'la qisilmasligi natijasida ozgina axlat chiqib qoladi. Biz shu o'tkazuvchi yo'llarni rivojlantirishni nevralar tomonidan reja qilishga majbur bo'lyapmiz va natija bo'lyapti. Xudo xolasa. Egimizda ko'rinish bo'yicha uyqumiz ham ancha qattiq shekilli opa. Ha? Qattiq. Uyqusini uyg'otish kerak. To'skani uyg'otganingizda miyani to'la uyg'oting deymiz. Ya'ni uyquni ichida to'sib qo'ymanglar demoqchiman doim. Xo'p? Har qanday bolani ham uxlayotgan paytda to'saversangiz, uxlayotgan paytda to'saversangiz, uyquning ichida sevib olishga o'rganib qoladi. Aksincha, uyquda sevib qo'yishga o'zimiz o'rgatib qo'yamiz. Ozgina betini sovuq suv bilan yuvamizmi, nimadir qilib bolani uyg'otish kerak o'sha paytda.